Abi qarang, asosiy pod'ezd kirish eshigi to'g'rimizda chap tarafda kirishda bizda prixожий mebeldan yasatib qo'yilgan oyoq kiyim-kechak taxliuras. Kattagina panoramli oyna o'zingizga qarab chiqishingiz juda ham qulay. Shu bilan biz zalga kiramiz, zalimizning kattaligini qarang. Voshcha dahshat, to'yxona qilib tashlasa bo'ladi. Manzil Yunusobod 11-kvartal, Megaplanetda orqasi. Infrastruktura lokatsiya zo'r. Metro 200 metr, bozor, targ'ov kompleks muammosi yo'q. Bu uyimizda 10-qavatda joylashgan 10 qavatli novostroykamizda 3 xona. Nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladigan tayyor arendatori bilan $700 oyma to'laydi. Zo'r vложение, zo'r investitsiya bo'ladi. Uy egalari 82.900 boshlang'ich narx so'rashyapti. Albatta kelishtirib beriladi. Davom etib ko'ramiz. Qarang. Bu yoq tarafimizda bitta aybli joyi to'shda bu detskiyimizni, mana bu yerda mebel, stroyinniy shkaf, glухой bo'lib qolyapti, kupeyniy yasatilgan. Zalimizda ko'roz, konditsioner bor, teplый polimiz bor. Mana bu yoq tarafga ham bitta ko'rsataydi. Sanuzel chiroyli qimmat kafelardan qilib qo'yishibdi. Shu bilan biz bu yoq tarafimizda spalniyimiz bo'ladi. Spalniy anchagina kattaroq. Uyimizning общий maydoni 65 kvadrat bo'lyapti. Bu yoq tarafimizda esa bizda oshxona, G-образный встроенный кухонный garnituri и o'tirib ovqatlanishga stol, stullar ham mavjud. Bunaqa vложение, bunaqa investitsiya kirgizmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamimizni aytsangiz, aloqaga chiqib olasiz.